bir xona bo'lsa-yu, uzoq-uzoq uxlasam. Yangi hayotni uyqu bilan boshlayapsizmi? O'tmishni ikki og'iz so'z bilan ifodaladingiz. Opa va ona. Bo'ldimi? Bo'ldi. Meni taqdirimni, o'tgan kunlarimni shu ikki so'z belgilasin. Balki shu to'g'ri bo'lar. Demak, siz shu so'zlarni taqdir deb tanlaysiz. Ya'ni o'tgan umrni. Opa va ona. Ha, shunaqa. Yaxshi. Menga boshqa so'z aytishni istamaysizmi? O'tmishingizga kirishimni ham xohlamayapsiz. Shunaqami? Ha. Mayli. Siz aytgancha bo'la qolsin. E'tirozim yo'q. Uzr. Alo, eshitaman. Salom ekanmi? Siz aytgan odamni manzilini topdik. Tirik ekanmi? Ha, lekin tekshirish kerak. Bizda uni surati yo'q. Iloji boricha uni ham topishga harakat qilamiz. Abrorjon, sizga keyin qo'ng'iroq qilaman, maylimi? Tushunarli. Gaplashamiz. Zohida. Siz bugun fikrlaringizni bir yig'ib, buguningizni va kelajagingizni o'ylang. Ertaga siz bilan gaplashamiz. Men sizni kutaman.